Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Orzu va ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Olimjonov Qosimov. Ko'p vaqtingizni olmayman. Aynan o'sha o'tgan safar biz radarlar to'g'risida gapirgan gaplarimiz, ular qonuniymi yoki noqonuniymi to'g'risida so'rovnomamizga bizga munosabat bildirishdi. Namangan shahar hokimligidan munosabat bildirib turib, u aynan xulosalar olinmaganligi hamda ko'pi o'sha biz aytib o'tgan nizomga oid qarorlar mukammallashtirilmaganligini hamda ko'plab tizimdagi noqonuniy ishlayotgan, ayniqsa o'sha talablar me'yorida bajarilmagan va o'rnatilgan noqonuniy radarlarni tizimidan o'chirish to'g'risida xat chiqarishibdi. Bundan biz juda xursand bo'ldik, lekin buni salbiy tomonlari ham bor. Ya'ni o'sha o'chirilmaganligini ortidan yana ko'plab jarimalarga tortilmoqda. Sudlarga murojaat qilinadi, boshqa qilinadi, lekin uni hamma ham uni vaqti yo'q unga. Shuning uchun biz yana o'sha o'zimiz aytib o'tganimizdagi oldingi videolavhamizda aytib o'tgandagi kurashni davom ettiramiz, to'xtamaymiz. Ushbu lavhada ko'rib turganingiz hozirgi mana shu radarlar Namangan shahrida o'rnatilgan va ular aynan o'sha yoritish tizimlariga o'rnatilgan. Endi mana biz o'tgan safar o'sha 232-sonli qarorga to'xtalgan edik. U 2021-yil 21-apreldagi 232-sonli qaror edi. O'shanga to'xtalib turib, o'sha bo'yicha tushgan jarimani 50% ni tadbirkorga o'tishi, qolgani yana sekin-sekin maydalanib har xil tizimlarga bo'linishini biz gapirib o'tgandik. Endi yana bitta holat borki, biz aynan bundan oldingi hozir aytaman. Yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida 2018-yil 19-maydagi 377-sonli qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi deyilgan. Bu 2018-yildagi. Shu qarorda misol uchun buni ham bir o'rganib chiqishingiz mumkin. Govuzda joylashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Milliy gvardiyaning xizmat avtotransport vositalariga o'rnatilgan video registrator orqali qayd etilgan huquqbuzarliklar bundan mustasno deyilyapti. Shu qaror bilan ham to'liq tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Endi yana bir holat borki, o'sha video registratorlarning to'g'ri, o'sha fotoradarlar deymiz, o'sha radarlar yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi aynan o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-sentyabrdagi 747-sonli qarorini ro'kach qilib, avtotransport vositalari tomonidan bosilgan polosalar uchun jarimalar qo'llab kelinyapti. Buni ko'pchilik ko'ryapti. Aslida esa ushbu qaror bilan tasdiqlangan nizomda jismoniy va yuridik shaxslarning avtotransport vositalariga o'rnatilgan video registratorlar, shuningdek video kuzatuv va tasvirga olish texnika vositalari hamda mobil qurilmalar orqali qayd etilgan huquqbuzarlar holatlar to'g'risidagi video yozuvlarni qabul qilish, ko'rib chiqish hamda ularni taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi aniq belgilab berilgan o'sha 747-sonli qarorda. Unda nizomga ko'ra 5 bosqichdan iborat harakatlar amalga oshirilishi, ungacha ham yuridik yoki jismoniy shaxslar video yozuvlarini sifatli tayyorlab o'sha belgilangan tartibda jarima.uz veb-saytiga joylashtirishda ham qaror talablarining darajasida yuklashi belgilangan. O'zini barcha ma'lumotlarni kiritishi, tushgan jarimadan foiz puli olish maqsadida plastik kartasini berishi, yuridik shaxs bo'lsa hisob raqamini berishi va hokazolarni berish shart deb ko'rsatib qo'yilgan. U o'zini danniysini, o'zi to'g'risidagi ma'lumotni berish kerak. Endi bir narsani qarangki, chorrahalarda o'rnatilgan o'sha 360 gradusli kameralar xavfsiz shahar dasturi doirasida davlat byudjeti yoki vazirlikning maxsus jamg'armalaridagi mablag'lar hisobida o'rnatilganda, qanday qilib ushbu 360 gradusda ishlaydigan qurilmalardan ham avtotransport vositalari tomonidan polosalarni bosib qo'yganligi uchun jarima qo'llash sifatida foydalanib kelinyapganiga men juda hayron qolyapman. Bu aynan o'sha 747 ga o'ziga zid bo'lyapti, 232-sonli qarorga ham zid bo'lyapti. 360 gradusli endi polosani ham olib, bunga ham fuqarolarga jarima kelyapti. Azizlar, biz shu ishga qattiq bel bog'laganmiz, lekin sizlar ham o'z huquqlaringizni oshirgan holda o'zingiz uchun kurashing. Zero hammadan ham vazirliklarga, idoralarga, sud organlariga murojaat etish huquqi bor.
to'g'ri, vaqtingiz sarflanar, jarima to'lash sizga qulayroqdir. Lekin qachongacha qiynalib topgan pulingizni birovlarga berib yashaysiz? Bu agitatsiya qilish emas. Siz o'zingizni, huquqingizni, haqqingizni talab qilishingiz to'g'risida gapirib o'tyapman. Agar biz bugun kelajak avlod uchun kurashmasak, farzandlarimiz bundan da battar, bundan da qo'rqoq mafkura atrofida yashab qolishga majbur bo'lib qolmaydimi? Bu bilan nima demoqchiman? Biz noqonuniy yoki qonuniy ekanligini bilib turib keyin jarima to'lashimiz kerak. Kelsa 10 kun, 15 kun ichida to'lasang, 50% chegirma deb turib, yengil ekan-ku deb to'lab qo'yaversak, aslida u qonuniymi yoki noqonuniymi? Shunga e'tibor berishimiz kerak deb hisoblayman. Mana shu videolarimiz sizlarga ma'qul kelsa, misol uchun o'zingizning munosabatingizni bildirishingizni so'rab qolamiz. Bizni bu boshlagan ishimizda hech qanaqa shaxsiy manfaat yo'q. Bizga mana shu ishimizni hozir haqqona hal bo'lishiga harakat qilayotganlar, bosh qo'shib bo'layotganlar ham katta bosimlarga qoladi. Biz o'zimiz ham katta bosim ostida qolamiz. Misol uchun mana hozir shahar hokimligi o'shani qonuniyligini belgilab bizga javoban xat yozib, u yoqqa xat yozib shuni qildi, lekin o'ylaysiz bu osonlikcha bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, hayli bu odamga yoki o'sha hokimiyatdagi aynan o'sha mansabdor shaxslarni bu xatni qilganligi uchun, o'sha aynan oldinga aytib o'tgan xatimni qilganligi uchun bularga ham rosa bo'lsin bo'ladi. Chunki bu yerda osongina mehnatsiz pul topish bor edi. Kuniga milliardlab pul topayotganlar bor edi. Milliard deganimiz sababi o'sha bitta tizim bo'lsa, bitta tashkilot bo'lsa, yuzlab kameralarni o'rnab tashlagan, undan 50% daromadi bor. Yana bir narsani aytib o'taman. Aynan davlat byudjetidan o'rnatilgan kameralarga nima uchun tadbirkorga u pul ketyapti yoki unga jarima qo'llanilyapti? Bu aslida xavfsiz bo'lish kerak, u tat tizimidan alohida uzilish kerak. Buni o'sha hokimiyatning xatida ham ichki ishlarga, aynan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga bergan xatida ham javob yo'q unga. Bizga ham hech kim munosabat bergan yo'q. Lekin bu ishni biz shunday tashlab qo'ymaymiz. Mana shu holatlar bo'yicha o'sha haydovchi bo'ladimi yoki haydovchining yaqinlarimi? Biz juda katta harakatni boshlaganmiz, bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Aynan hamma narsani qonuniy bo'lish tarafdorimiz. Bizdan olinayotgan pullarni ham qonuniyligini ta'minlab qo'ysin. Endi noqonuniy radarlar, noqonuniy o'sha amalga oshirilgan jarimalarni ham qaytarilishini tarafdorimiz. Bunga alohida yana o'sha oldin aytib o'tganimizdek huquqshunoslarni jalb qilgan holatda barchani o'zini haq-huquqi bor. Noqonuniy deb topilgan radarlardagi to'langan mablag'ni qaytarib olish kerak. Biz o'zimizni mablag'imiz o'zimizga qilishimiz kerak. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Qosimov bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar. Rahmat sizga.